Assalomu alaykum. Sog' salomatsizlar, birodarlar, do'stlar. Yoshligi esiga tushganlar bormi? Tonyapsizmi? Akatsiya doshlar oilasiga mas'ul bo'lgan glidichiya daraxti xarnub ham deb aytiladi. Bu haqda o'tgan yili video qilgandim. Dunyodagi vitaminlarning 80% bunga mavjud bo'lib, birodarlar, bu anemiya, mana qon kamayib ketishi, immuni tushib ketishi va erkaklarda urug' foizini tiklab berish va grip, shamollashlarning har qanday turini davolash xususiyati bor degandim. Buni hattoki degan joyi bor. Mana damlab ichib yurgan vaqtingiz men aytgan kasalliklarni bartaraf qiladi va o't qop oshqozonida bezdagi problemalar ham ketadi. Gastritga ham foydasi bor. Undan tashqari birodarlar buni bor-ku, mana oddiygina deylik, mana oddiygina. Mana shu urug'chasini bir choy qoshig'ini 600 gram suvga qaynatib olib, og'izni g'arg'ara qilib chayib yursangiz, zob, angina kasalliklarini 20 kun bir oyda ichiga mutlaqo yo'q qilib yuborish xususiyati ham bor. Turish yod buni. Va undan tashqari bir osh qoshiqini 5 litr suvga maydalab, solib qaynatib, tahorat, ya'ni vanna qilib yursangiz, orqa chiqaruv teshigini, gemoroyni quritib yuboradi. Hattoki huquqni qilsangiz, ichki gemoroy va treshinalarni ham yo'q qilib yuborish xususiyati bor, birodarlar. Yo'qotadigan narsasi yo'q. Foydalanib ko'ring, nima ketisizdan. Xullas, yoshligingizda agar eslaringizda mana bundoq qilishim yuradi. Bismillah. Shunchalik ko'pchilik kasal bo'lmagan birodarlar, menga sog' salomat bo'ling, Allohga manat xayr, asosiysi o'zingiz asrang.